Assalomu alaykum barchaga, qadrli tinglovchilar. Sizlarga real voqeaga asoslangan bir hikoya tayyorlab keldim. Yaxshi kayfiyat tilagan holda hikoyamizni boshlaymiz. Hikoyani yo'raki bo'shliq homilador oilalar eshitishi taqiqlanadi. Xullas, joyingizga mahkam munosib oling, chiroqlarni o'chiring, quloqchinni oshliklaringizni taqib oling. Eshiklaringizni qulflab oling. Xullas, tayyormisiz? Biz unda hikoyani boshladik. Bu voqea meni hayotimda bo'lgan. Sizlar bu haqda hech qayerda eshitmagansizlar. Men andijonlikman, aniqrog'i asakalik. Bizning uyimiz dalaga yaqin joyda. Shuning uchun kechasi bizni ko'chada yurish juda qo'rqinchli. Buning ustiga ko'chamiz boshida ikki tomoni qabriston egallagan. Bu kechqurunda ko'chamizda yurganda juda vahima uyg'otadi. Shuning uchun biz tomonlarda deyarli o'g'rilar yo'q. Men yoshligimdan shu ko'chada yurib katta bo'lganman. Kechqurunlari ham qo'rqmay yuraverardim. Shuning uchun bunchaga qo'rqmayman. Ammo bog' shamolda yurgan paytlarimda juda qattiq qo'rqqanman. 45 sekunddan so'ng yozdi. Har yaxshi narsani bir yomon tomoni bo'lganidek, bu sirli ajib daraxtdan o'rtoqlarim qo'rqar ekan. O'rtoqlarimni u yoqqa borma degan gaplariga qaramay, ajoyib daraxt ekan deb men daraxtning oldiga ketdim. Daraxt uzoqdan qanchalik jozibador ko'ringan bo'lsa, yaqindan shunchalik qo'rqinchli ko'rinar ekan. Men yugurib keldim-da uning yonida to'xtadim. Tepaga qaraganimni bilaman. Daraxtda bir maxluqning soyasini ko'rdim. U juda ham qo'rqinchli edi. O'zi baland, qop-qora, qo'lida katta uzunroq, boshida shlyapa, ko'zlari shunaqangi o'tkir ediki, men uni ko'ziga qaragandim. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Qaltiray boshladim. Nima qilishimni bilmay qoldim. U meni sehrlab olayotganda edi go'yoki. Turgan joyimda o'rtoqlarim chaqiray desam, qo'rqqanimdan ovozim chiqmaydi. Baxtimga shu payt tog'am kelib qoldilar. Tepaga qaramadilar. Meni xotirjamlik bilan ko'tardilar-da ketdilar. Yo'lda o'rtoqlarim turardi. Tog'amni ular chaqirgan edilar. Tog'am hech nimadan qo'rqmaydigan baquvvat insonlar. Meni uyga olib kirib yotqizdilar. Meni ko'rib xolam qo'rqib ketdi. Dokadek oqargan yuzimga suv sepdilar. Men sal o'zimga kela boshladim. Lekin qo'rquvdan hali ham gapira olmasdim. Oyoqlarim hali ham qaltirardi. Men tez nafas olardim. Bir haftadan keyin sal o'zimga kela boshladim. Yana do'stlarim bilan o'ynay boshladim. Abdulladan nega u daraxt yoniga borma degan sababini so'radim. U daraxtning nomi jin daraxt. Unda qandaydir maxluq yashaydi. U 3 mahalda odamlarga ko'rinadi deb javob berdi. Jin issiq avjiga chiqqan payt kun o'rtasiga kelganda shomda va yarim kechasi ko'rinar ekan. Men o'ylab qarasam, men daraxt yoniga rosa kun o'rtasiga kelgan paytda borgan ekanman. Jin daraxt ham uzoqdan odamni ohangraboday tortar ekan. Lekin yaqinlashgan sari qandaydir qorong'ulikda bo'lganlik sababli vahima uyg'otar ekan. Abdulla o'rtog'imni aytishicha 2 yil oldin bizda 3 yosh kichik bola yo'qolgan ekan. U kechqurun ko'chadan qaytib kelmagan. Butun mahalla qidirgan va Adirning ovloq joyidan yuragi yorilib o'lgan bola jasadi topilgan. Daraxt ustidagi maxluq faqat kechqurunlari daraxtdan pastga tushar ekan. U pastga tushganda ko'zlari yonar, faqatgina yuzi uzun maxluqda yuz nima qiladi?
basharasi ko'rinar ekan. Qo'lidagi uzun o'tkir chalgisi yaltirab turar ekan. Mahallada yana Davron aka degan odam bor edi. O'zi gavdali kelishgan odam edi. Faqat yetishmovchilikdanmi yo boshqa sababmi har qalay davlatni neft bazasidan neft o'g'irlayman deb qo'lga tushgan va qamoqda o'tirib chiqqan. Qamoqdan qaytgan paytlari edi. Motosikli bo'lardi. Juda zo'r. Yangi edi. Bir kuni jin daraxtni oldidan o'tib ketayotib motosikl to'xtab qoladi. Xullasi kalom Davron akani qorni ochib abidga uyiga qaytayotgan vaqt bo'ladi. Qorni ochligidanmi yo boshqa sabab bilanmi har qalay mototsiklni tuzata olmaydi. Charchab daraxtga suyanib uxlab qoladi. Tursa shom bo'ladi. Ko'zini ochib tepaga qarasa televizor tishlari qon bir maxluq daraxt tepasidan unga qarab turgan bo'ladi. Jon talvasasiga tushib qo'rqqanidan hushidan ketib qoladi u. Keyin shu ko'chadan o'tib ketayotgan bir odam uni ko'rib qolib odamlarni chaqiradi. Ular Davron akani uyiga olib borishadi. Daraxt yonida ishlamayotgan motosikl yo'lda ishlab ketadi. Davron akani domla chaqirib o'qitib yuborishadi. Keyin ham sal qo'rqoq bo'lib qoladi. Davron akadek mard inson shu voqeadan keyin qo'rqoq bo'lib qoldi. Tog'amning 3 ta qizi bor. 2tasi katta qizlar. Shu 2ta opam har kuni tunda mahal qizlari va yangi tushgan kelinlar bilan ko'chada aylangani chiqardi. Qizlar yarim tunda aylanib nima qilar ekan deb men doim hayron bo'lardim. Keyin bilsam ular g'iybat qilishar ekan ko'chada aylanib. O'ziyam mahallamiz juda katta, 20 tacha qiz kechqurun chiqardi. Bir kuni tunda qizlar yana chiqib ketishdi. Bir payt mahallada qiy-chuv to'polon bo'lib ketdi. Hamma mahallada to'plandi. Hamma qizlar shu yerda. Faqat birgina turmush qurganiga endigina 6 oy bo'lgan kelinchak Nargiza yo'q. Hamma yoqni qidirdik, topilmadi. Eri jinni bo'lib qolay dedi. Chunki Nargiza opa 6 oylik homilador edi. Ham farzandidan ham rafiqasidan ayrilish xavfi Nargiza opani erini jinni qilay degandi. Tong ham otdi. Er hali ham qidirmoqda. Va nihoyat Nargiza opa topildi. Lekin afsus, kech bo'lgandi. Uning yuzi oqargan holda o'lib yotar, qorni yorilgan. Bola esa 3 metr narida turar edi. Eri jinni bo'lib qoldi. Nargiza opani dafn etishdi. Keyin opamlarni aytishicha qizlar aynab yurib, o'zlari sezmagan holatda mahalladan chiqib ketibdi. Keyin uzoqdan qandaydir 2 ta ko'z ko'rinibdi. Ular mushuk deb o'ylashibdi. Bir payt ko'zlar ularga yaqinlasha boshlabdi. Ular yaqinlashgan sari maxluqni aniq ko'ra boshlabdi. Ular qo'rqib ketib jon holatda yura boshlashibdi. Opamni aytishicha oxirgi marta Nargiza opani mahallaga qarama-qarshi tomonga yugurayotganda ko'rishgan ekan. Shunday qilib dahshatli voqealarga boy kunlar bilan o'qish ham tugadi. 3 oylik ta'tilga chiqdim. Ta'tilda o'rtoqlarim bilan rosa o'ynadim. Bir kuni kechqurun soat 10lar chamasida o'rtoqlarim bilan berkinmachoq o'ynayotgandik. Rosa o'yin qizayotgandi. Meni navbatim o'tib, navbat boshqa bolaga yetdi. Men 100 gacha sanaguncha berkinishim kerak edi. O'ylamasdan yugurdim. Bir domlik topib orqasiga o'tib berkindim. O'rtog'im mendan ancha uzoqda qolib ketdi. Atrof jimjit. Yuragim urishi o'zimga eshitilyapti. Sal shaboda esib turibdi. Zimiston. Hech kim yo'q edi.
Orqamda nimadir shitirladi. Men orqamga qaradim. Ne ko'z bilan ko'rayki, yana o'sha maxluq. Faqat bu safar daraxtda emas, yerda edi. U mendan 5 metr uzoqlikda edi. Men uni birinchi marta aniq ko'rdim. Uni bo'yin kamida 2,5 metr. Bu shunchaki taxmin, burni yo'q, shunchalik arvohki skeletdan farqi yo'q. Ko'zi botib ketgan, lekin juda qo'rqinchli. Tili uzun, tishlari qon edi. Qo'llari uzun, tirnog'i o'tkir. Bir qo'lida chalgi yaltirab turardi. O'zi qop-qora matoga burkangan boshigacha. Faqat basharasi ko'rinardi xolos. Men shunchalik qattiq qo'rqib ketdimki, o'zimni yo'qotib qo'ydim. U men tomon yaqinlashib kela boshladi. Xuddi ko'zlari meni fikrimni o'qiyotganday edi. U men tomon yaqinlashardi. U yurmasdi. Mato orqasida ko'rinmayotgan oyog'i uchardi. Menga juda yaqin keldi. Qo'li juda qo'rqinchliligidi. Men endi tegizganini, men kalima ekanligini bilmagan bir ikkita duo o'qidim. Sal o'zimga kelganday bo'ldim. Ko'ziga qaramasdim, u chiyillardi. Men fursatdan foydalanib qochdim. U meni quvardi. Jon talvasasida shunchalik tez yugurardimki, u menga yeta olmasdi. Men mahallaga kirdim va o'rtoqlarimga yetib borib hushimdan ketdim. Keyin nima bo'lganini eslolmayman. Ko'zimni ochsam tepamda doktor tog'am bilan gaplashib turardi. Ularning aytishicha men yaxshi ekanman. O'sha teplilarga ham hozir mahallalar tushgan. U daraxt ikkita uyning orasida qolib ketgan. Shuning uchundir balki bilmadim nega hozir unaqa noxush voqealar sodir bo'lmayapti. Men ham hozir unchalik qo'rqmayman, lekin u daraxt nimagadir vahimali baribir. Hozir asakadaman, bir o'zim, hech kim yo'q. O't sotiqli uyda tashqariga so'ri qo'yib yotibman. Chigirtkalar chirilayotdi. To'g'risi bu holatda hikoyani yozish qiyin bo'ldi. To'rt tomonimga qarorim xavotirlanib qoldim. Do'stlarim yuragida Alloh bor odamga, 5 mahal namozni kamda qilmaydigan odamga, har bir ishida bismillah deydigan odamga hech qanday mavjudot xavf solmaydi. Ular Alloh panohida saqlaydi. Azizlar, hikoyam yoqqan bo'lsa, hikoya haqida fikrlaringizni kommentlarda kutib qolaman. Layklaringizni. Albatta, hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Siz bilan bloger Bekzodbek Nur bo'ldi.